Ha, O'zbekiston o'yinini qayerda ko'ramiz? Ha, biznikida ko'ramiz. Arslon o'g'lim katta televizor olib bergan. Assalomu alaykum Abduhoshim amaki. Dadajon, to'xtab turing. Ya jonim bolam, naqama charchab qolasan bolam. Dada, bitta sizni xizmatingizni qilolmasam, nima qilib yashab yuribman bu hayotda, dada? Tilingiz kuyib qolsa, men butun umr o'zimni kechira olmayman, dada. Rahmat jonim bolam. Iching, dada. Kulib tursiz bo'ldi, dunyosini so'qib yuboraman. Ana mehr. Butunidan olib ber. Charchab qolaman-da. Jonim bolam. Ko'p ish qilib urinib qolasan jonim bolam. Bir daqiqa e'tiborlaring qaratinglar. Dada jonim keldi. Arslon o'g'lim, issiqda chanqagansan deb Achakvadan Mojito fresh olib keldim. Hamma ta'midan bor. Xohlaganingni tanlab ich. Faqat o'zing ich bolam. Yo'q dada. Bu dunyoda eng yaxshilariga faqat siz loyiqsiz. Achakvadan Mojito freshni o'zingiz iching, dada. Rahmat jonim bolam. Arslon o'g'lim, hech bo'lmasa mana shu zontni boshingga tutib issiq o'tib qoladi jonim bolam. Dadajon, bu issiqda siz soyabonsiz ketsangiz, o'g'il degan nomni men qanaqa yelkamda ko'tarib yuraman? Rahmat o'g'lim, rahmat. Ana ko'rdingmi? Bitta ham otangga shunday qilmaysan, bitta ham. Otasiga soyabon olib kelibdi. Yo dada, nabarot dadasi soyabon olib keldi. Bu dadasi soyabon bergani yo'q. Sen shunaqa gapimni ayb qidirib o'tirib, ha? Ya ayb qidirganim yo'q, rostini aytyapman dada. Gap qaytaryapsan? Ye, qani gap qaytargani? Sen hali ozgina kuchdan qolsang urasan ama? Dada nima uraman sizda? O'sha hozir urmoqchi, kel. Kel. Ro'shnolik ko'rmadim sendan. Biror marta ro'shnolik ko'rmadim. Dada bo'ldi qilasizmi? Dada dema meni, dada dema. Xo'p, g'ani aka bo'ldi qilasizmi? Men sana akang bo'lib qoldim. Qachon odam bo'lasan? Nima qilib berding menga? Siz nima qilib berdingiz menga? Voy bola, g'ani. Obbo, shu bemeholda chiqadi qo'shnidan ham. Kel bo'pti. Arslon o'g'lim, sen bilan faxrlanaman jonim bolam. Ha, dada, siz bilasizmi, turib o'zimga havasim kelib ketadi. Agar men boshqa odamning farzandi bo'lganimda, men o'zim dadam bor deb sizni oqtarib topardim, dada. Rahmat Arslon o'g'lim. Kel mehrga zor. Qo'shnilar oldiga to'xta, zo'r vaziyat. Arslon o'g'lim, charchab qolasan, yo'qmi jonim bolam. Yo'q, dada, siz meni yoshligimda yelkangizga ko'tarib katta qilgansiz. Siz yelkangizga ko'tarib, men chiqing dada yelkamga. Qo'y bolam. Yo, chiqing. Nechunasiz dada, og'irmasmi? Ko'taringni qarab tur, ko'tar. Bekor aytdim qo'ying. Ket chiqing dada. Dada, shu ketishda Meksikaga olib ketaman, O'zbekiston Portugaliya o'yiniga olib chiqaman, dada. Jonim bolam qiynalib qolasan. Kirish o'sha uyga qaytadi dada.